من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال كتاب الفرائض وجمع فريضة yani Kur'an-ı Kerim'de her bir miraslığa belgilengen nesibe. Mirasla bölümü desek mi buldu? Çünkü bu Kitab-ül Faraid'de aslında şunda boğan bolsun ki ikinci miras taksimatını gösteren umum bir atılıq olub ketken. Bunun için Devul Arham, Asabat'ın muan nesibeleri bağlıdır. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن قبيصة ابن ذويب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه çoğun dadığa miras taksim kılıp bergen. Çoğun dadığa kişilerimi bugünkü günümüz kadar yani şu İbn Şihab ve Qubaysa'nınki vakti kadar kişiler miras taksim kılıp berdi. Yani qazılar ve halifeler miras taksim kılıp berdi. Ama çoğun dadığa 6'dan 1'e degan bu mesele aslında Kur'an-ı Kerim'de o çoğun dadıda ceddep nesibe kemmigen. Lekin aba atalar degan umum ma'noda ilib etsak bu çoğun dadının bo'g'isini hammani o'z ichiga oladigan bo'lg'achqa dadining o'rnida degan shaklda qo'yib turib 6'dan 1ni belgilagan. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ في الجد. Biz çoğun dadığa miras taksim qilib berishda 6'dan 1 degan yoki miras taksim qilib beramiz degan qarashni olamiz. Va hu qawli Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu va bihi yaqulul amma. Ko'pchilik ulamolar shunda qaraydi. وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس فلا يورث الإخوة معه شيئا. وأما أبو حنيفة degenden Abu Hanife hazır bu cumhurdan qarşı qetilmaganda ko'rindi. Lekin cumhurda o'xshash, yani cho'ng dadığa 6'dan 1ni beramiz deydi. Lekin o'lguchining aka ukalari bo'lgan taqdirda cho'ng dadığa miras berib aka ukallarini mirasdan mahrum qo'yamdiq yoki aka ukalari bilan cho'ng dadisiga tang-tang taqsim qilib hammaga beramdiq degan masalada İmam Abu Hanife rahmetullahi alayh cho'ng dadini dadining o'rnida qo'yib dadı bo'ldi ekan o'lguchininki aka ukalari miras ololmaydi deb cho'ng dadı bilan o'lguchining aka ukalari qilib qolgan bo'lsa aka ukalarga miras taqsim qilib bermagan. Jumhur bilan farq shu. Chunki cho'ng dada bu dadı bilan ba'zi ahkamda o'xshab qoladi. Yani ba'zi ahkamda balkamda o'xshamaganligi sal farq qilgandan miras tegmaydi deyilishi mumkin. Lekin aniq bir dalil bo'lmag'achqa aka ukalari bilan cho'ng dadisi bo'lgan ahvolda qanday bir taraf qilamiz deganda aniq bir nim bo'lmagan ekan bu aka ukalarni mirasdan to'sab qo'yishda dadaga o'xshash qaramdi emas yoki undan farq qilamdi yoki tan shirik alamdi bular bir tuqqanlar bilan. Bunda sahoba kiramlarmi har xil qarash bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu va Abdullah ibn Abbas va Ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr bular cho'ng dadı bo'ldi ekan dadining o'rnida ko'ramiz. Dadi bo'lgan ekan u dadining bolalari ya'ni o'lguchining aka ukalari miras ololmaydi degan. Davud az-Zahiriymi shunday qaragan. Lekin sahobalardan Hazrat Ali ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhular qarindoshlarini cho'ng dadisi bilan birga hammaga miras beramiz demoqchi. Sahiban yani Muhammad rahmatullohi alayhi bilan Abu Yusufmi mushu qarashni qo'llagan. Abu Hanifa bilan farq shu. Jumhur ulamolar Malik, Imom Shafi'i, Imom Ahmadlar shu Muhammadning qarashini tutgan. Yani İmam Abu Hanifa nima uchun cho'ng dadaning o'rnida desa Qur'oni Karimda dada va dadalar degan mush iborani odatda cho'ng dadaligini ishlatadi. Vattaba'tu millata abai millata abikum. Bundan başqa wala tankihu ma nakaha abaukum cho'ng dadim boshini ichida. Lekin aba degan bu cho'ng dadig'imi tang ishlaydigan o'zining topgan dadisini tang ishlaydigan bir so'z desak Abu Hanifa nomi jalliq chiqadi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها. Bir nevre olab ketgandan keyin buning cho'ng onasi
Hazrat Abu Bakrdan qashqilab, "Ay nevramning mirasini olaman" deb talab qilgan. Bu cho'ngana shu o'lgan bolaning onasining onasi edi. Bu o'ligini bu ayolning hozir qizining o'g'li deymiz. Faqala ma laki fi kitabillahi min shay. Sizning vaqaligingizda Allohning kitobi qarasam jadda deb manda bayon qilgan bir taqsimot yo'q. Va ma alimtu laki fi sunnati nabiyillahi shay'an. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatini sizga manchilik tegdi deb bunda bir aniq hadis ko'rmadim. Farji'i hatta as'alan nas. Shu qaytib ketib turing, men kishilardan so'rab, ondan javob beray degan. قال فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. رسول الله صلى الله عليه وسلم altıdan birini belgelikini anlagandım. Degandan keyin فقال هل معك غيرك? Texmo ta'kidlash uchun, ya'ni boshqa biraydan sen o'xshashmanda anlagan bo'lsa deb surish qildi. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ذلك. Bu mo'min Rasulullohning unda altıdan birini belgelikini anlagan. فأنفذه لها أبو بكر. شغلان أبو بكر وشغلانها ألتدن برني بعده. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأل ميراثها. أبو بكر أولبكته أنك حضرت عمر خليفة بوغان چاغدا أش أولبكتكن بالنىڭ ikkinchi bir cho'nasi Hazrat Abu Bakrning huzuriga kelib mirosini olsam dedi. Bu cho'ngana shu o'tgangi cho'nning qudisi. Aş ölgüçünün dadısının anısı. Burunqisi ölgüçünün anısının anısıydı. Faqala ma laki fi kitabillahi min shay ve ma kana al-qada'u allazi qada bihi illa li ghayriki. Allah'ın kitabında sizge mançekdagi deb aniq bir ko'rsatma yo'q. Hazrat Abu Bakr pishib qo'ygan u hukm sizga emas, sizdan boshqaga pishib qo'yganmi? Ya'ni u kimga pishgan? Ölgüçünün anısının anısı çıkan. Bu miras işlerinde anısının anısı olaş ya dadısının anısı ya dadısının anısının dadısı olaş bu farklı oldu. Çünkü bunu başka birisi pişip koygan. Ve ma ana bizaidin fil faraid min şey. Belgilengen farzda Resulullah'ın sünneti ya Kur'an'da kelgen ya Abu Bakr hatta icra qilishmi artıq bir iş qilmayman. Walakin huwa zaka sudus. Lekin bu 6dan biri şu çoğanlığı tabi 6dan biri şöyle. Yani aşağılığı birikip oğunumuz, altıdan biri şu çoğanlığı bekilgeni şu. فَاِنْ اِجْتَمَعْتُمَا ف۪يهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا. İşkirlenle hayat bulat, tan bolsanla altıdan bir, şunu lan işkanı bölüsüler. Anısının anısı ölüp geldi mi abi? Yok, ölmedi. Anısının anısı var. Bu anısının anısı altıdan birini hep boğan. Hep boğandan keyin bu Ömer deydi ki, Hazreti Ebu Bekir bu anısının anısı da altıdan birini verdi. Siz bo'lsangiz dadısının anısı, siz farklı. Sizga mesela Resulullah'ın da belgini, Abu Bakr'ning belgini o'qimayman. Abu Bakr'ning belgini anısının anısı belgen. Eğer işkilanla ayet bo'lsanglar, 6dan birini bölüşürsüzler. Biz de şu burunqi anısının anısıga 6dan birini berdik, şunun işkilan şirik şunda. Aşağı yoldan ilerleyemiz. Fein istema'tuma fihi fehuve beynekuma. Yani İki çoğana ayet bulup kalsa, ikisi bölüşüdü. 6dan birini aldı. 6dan birini bu, yani 6dan birini bu, mında emas. O eyyetukuma halat bihi fehuve leha. Qaysi bir anla yalğuz bulup kalsa, bir aylan yok, bir aylan bar bulup kalsa, bu çağda şu yalğuzdan bir aylan öpkedi o. Daha önce siz bu mirasını, şu birini öp boğan kudunuzda öyle قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ إذا اجتمعت الجدتان أم الأم وأم الأب. Yani هذا إشك çoğana dedi أم الأم وأم الأب dedi. Muş İslam demek çağdır. Bunun başka ummu ebil diyendek manda bulup kalsa ve onun başka bulup kalsa bu cedde faside de yani şeriatımızda başka şey hüküm var. Ma o cedde sahihanın gibi. Cedde sahiha diyen ummul ve ummul ab. Fesudus beynama. 6dan birini 2'den bölüşü alırken şu 6dan birini yerimdillam aldı. Ve in halat bihi ihdahuma favala. İkisi olmayı birisilam hayat olsa uçakta birisi 6dan birini yalğız aldı. Ve la terithu ma'aha ceddetun fevkaha. Onun üstündeki bir çoğun alıp kalsa mesela bayatın iki kudu düzükü. Şu kudunun birisinden mesela şu kudunun varlığı o kudunun anısı alıp kalsa anda o
bek yuqori daraja olganki olamaz. Jiroq olganki olmaydi. Ma yaqindiki ma xudo oladi demoqchi. Yaqinda jiroq narsa. Bu hamda yani bir mazhabdan qarshi. Shafiy balki jaddilan bo'lsa, birisi ikkinchi darajaga bo'lsa, to'rtinchi darajaga jaddi bo'lsa, hammasi oladi deyish mumkin. Agar biz cho'ngda ishga zaiflashsa, cho'ngda sotdan bir alanda. Yani bir zaman bo'ldi. İkisi şirik oldi dedi. 6'dan birini ikisi bölüşü oldu. Ya ikki cho'ngni olsa, ikki sotdan bir bölüşdü. Cho'ngda to'plasa 6 bir bölüşdü. Yo'q, dadin gibi yok mu yerda? Jadda. Sizda cho'ngda sizda sotdi deb-ku. Cho'ng dadimi? Ömer Aleyhisselam'ın çoğdası bırakırken, Cho'ng dadi. Manada çoğanın gibi bakılır. Eğer çoğanın çoğunda işkili kaya toplarsa, çoğunda düzeltilerinde, çoğan düzeltilerinde kalanlar ya, işkili çoğun olanlıkta kandırımına olur. Yo'q, cho'ng dadi bilan cho'ng ona bo'lib qolsa, cho'ng dadi ayrim 6'dan birini oladi. Bu cho'ng dada dadisining dadisi bo'lsa, dadisining dadisi bo'lsa, onasining dadisi bo'lsa emas. Ularga xuddi mayda hazır, müşanda masalan Zakir mesela Hazret'in Hüseyin buldu. Hadi bir çoğunda da iki çoğ anının nesisini aldı o. İki çoğuna sudus, bir çoğunda da bir sudus. Ondan sonra Zakir mesela Hazret'in Hüseyin vücut işlediğinde. Yani bir mazhabın karşısında ولا ترث معها جدة فوقها. Yani yakın derecesi jirakna hacm kılıyordu. وقال أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. باب ميراث العمة. ميراث العمة ده ميراث الخالة، ميراث العمة، ميراث الخال. مش مهمسة يك جيانة ده مش مهمسة ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ديان mirasda miras alalaydiganını bir neçe dereceye ayırıyor. Birincisi ashab-ı furud. Kur'an ve hadiste mançıdan mançısı dep nesib bektilgenler. 3'ten 1, 20, 4'ten 1, 8'den 1 degende. Bu ashab-ı furud. Onun ikinci derecedeki meyitninki tuqqanlari yoki dadi tarafdan tuqqanlari. Bu asabat deymiz. Asabat degan agar farz egalaridan eshib qolsa oladigan, eshib qolmasa olmaydigan. Uchinchi derecedeki zavul arham. Bu asabat emas, farz egalari emas. Farz egalari asabat hech qaysi bo'lmagan chog'da ondan miras oladigan, bo'lmasa miras olmaydigan. Mirasl amma degan amma shu zavul arhamning jumlasidan. Undan keyin bu yerda mirasl ammalar emas, miras zavul arhamni maqsad qilmoqchi. Bu dadining ochisi aslisi. Agar onning ochisi bo'lsa xoli deymiz. Lekin bu yerda mirasl amma bu dadining hamshirisi emas, dadining hamshirisi, onning hamshirisi, tag'isi hatta va ona tarafdan xol masalan, tag'isi, ikki tarafdan tag'isi va hammasi maqsad qilindi. Yani miras zavul arham demoqchimishadi. Endi miras zavul arhamda ixtilof bo'lgan. Asabat ashabul furudli bo'lmasa mirasni baytul mal islom do'rtab ketamdi yoki mujda zavul arham tuqqanlar olamdi degan ishqil qarash bo'lgan. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه كان يسمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. هم غيرا قلمان دبته وهم جيانجا ميراث قلدرا عليدو جياندن ميراث ألمايدو. قال محمد رحمه الله إنما يعني عمر بهذا فيما نرى. Hazreti Ömer'nin bu degan so'zning ma'nosi nima? Nima demoqchi? Bizning qarshimizda, bizning tahlilimiz bunda. Annaha turathu. Jiyani bu hammusdan miras oladi. Chunki aksning o'g'li degan bu belgilangan nasib egisi. Manchidan bir degancho. Wala tarithu o'zi miras olmaydi. Hammusdan jiyani olalaydi, jiyandan hammus olmaydi. Li'annaha laysat bidatsan. Çünkü bu belgilengen nesib egisi emas. Bu ulul arhamdan demoqchi. Ve nahnu narwi an Umar ibn al-Khattab ve Ali ibn Abi Talib ve Abdullah ibn Mas'ud annahum qalu fil ammati vel khalati idha lam yakun zu sahmin ve la asabatin mush amma vel khala. Mesela farz egisi bo'lmagan holat, ba'zi farz egisi bo'lib qolsa, bular bo'lmasa, bo'lmagan ahvolda yoki unda emas bo'lsa, idha lam yakun zu sahmin ve la asabat. Yani mirasxo'rlar ishida farz egisi bo'lmasa,
asabımın bulmasa, faqatlam amma vel xali degandek adamni bulab qolsa, bu chaqda falil xolati sulus. Ana tarafdan hammasi 3dan 1ni oladi, dada tarafdan hammasi 3dan 2ni oladi. Wa hadithun yervihi ahlul madinati la yastati'una raddahu. Yani bir hadis bor. Bu sayyidis buni ahli Madina rad qilolmaydi. Demak, hozir Hazrat Umardan shixil rivoyat kelgandek, birinchi rivoyatda hammasi ololmaydi degan ma'no keldi. Jiyandan ololmaydi dedi. Ama hamda Imom Muhammad rahmatullohi bu Hazrat Umardan da keldi. Lekin biz yana Hazrat Umarning o'zidan oladi degan rivoyatni qila olmaymiz deb Hazrat Umardan emas, Hazrat Alidan, Abdullah ibn Mas'udlardan mana 3dan 1ni 3dan 2sini oladi degan rivoyat qildi. Yana buning qatatlig'i ahli Madina rad qilmagan sayyidisdan birisi bor. Bumi meros oladi deganni ko'rsatdi demoqchi. U bo'lsa-mu anna Thabit ibn ad-Dahdah mata wa la waritha lahu. Yani bunda farzligisi asaba merosxo'rlari yo'q ekan. Fa'ata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam malahu Abu Lubabata ibn Abdul Munzir. Buning merosini Abu Lubabaga beribdi Rasululloh deydi. Wa kana ibn ukhtihi. Bu jiyan ekan. Yani bu hozir kim? Zavil arhamdan. Mirasahu. Yani ash kishininki merosini farzliklari, asabalari bo'lmagan ekan, Zavil arhamga beribdi. وكان ابن شهاب يورث العمة وذوي القرابات بقرابتهم. ابن شهاب ما ذوي الأرحام غا ميراث berdi. Va boshqa tuqqanlardan o'z darajasida loyiq miros taqsim qilib berdi. Qaysi yaqin bo'lsa jiqroq, undan qaysi undan azroq bunda. Va kana min afqahi ahli al-Madinati va a'lamihim bir rivoya. Bu hadisni yaxshi bildigan va ahli Madina ulamolarining nihoyatda cho'ng faqihlardan. Ondan biz Ibn Umar, Ali va Abdullah ibn Mas'udlardan kelgan va Rasulullohning sayyidisi kelgan ish qarashni olamiz. Undan keyin Zavul Arhamni miros taqsim qilib beramiz. Bu Zavul Arhamning o'rnida musulmonlarning Baytul Malga davlat musodir qilib o'ltirgan ish yo'q emas. Yani o'zi Qur'on Karimda va ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah degan bo'g'achqa bu oyatning shu qarashini kuchlantirdi. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حنظلة بن عجلان الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما. قريشن برونق كون بر أزد قردلردن برسه اسمه يقال له ابن مرس. بود رواية كتبته كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلما صلى صلاة الظهر قال يا يرفع جوزنا أزد قردسه وحاجبته. هلم ذلك الكتاب لق خط يزغان قارز أكلاد لكتاب كان كتبه في شأن العمة هم ميراث إلش أما مسست برناسنا يزقوتك يسأل عنه ويستخير الله فيه. يعني أشو قارز ده هم ميراث ألمدا أمامدا دب شunu izlenip bizler ve Allah Teala'nın şunun bir hükmünü bilişini tilep şunda yazıp kaldığım bir qog'ozda bu. Unutib qolmaydi. Hellaha min şeyin o miras alalımki alamamki ötke izboğan xatımını qog'ozini akladib o'qib bakmoqchi bo'ldi. Fa ata bihi yarfa thumma da'a bi tawrin danish. Tawr. Tawrandagi vafaatdan ya, tawr. Tonu bo'lsa o tonuni mo'nda aklanmaydi. Bu tawr degan bir qacha. Yakshik das. Bi tawrin fihi ma'un aw qadahun qachada suv akaldab su akilib famaha dalgal kitaba fihi. Ashu tira yoki xurum yoki shunda raxtak binasiga yozgan narsani suv bilan o'chirdi, siyosini o'chirdi. Bu chaqda shunda tiriga yoki raxtga yozgan bo'g'achqa uni o'chagichi shu suvdan, suvni o'chirib, yana qayta ishlatilgan gapni tashlatmaydi. Qala law radiyakillahu aqarraki. Radiyaki demişsin. Law radiyakillahu aqarraki. O'xshashkinsin. Chiqatim tekrar etdi. Yani Allah Taala sizga belgilangan bir nesibi bermoqchi bo'lgan bo'lsa, aslida berishga rozi bo'lgan bo'lsa, sizni Qur'on Karimda aniq yozib qoldiribdi yoki men yozgan qog'ozni
Hazır uçurilishga nisb qilmay, unda tug'iztaligi hazır bu, unda nisb qilmay, uchiratdim, undan keyin sizga unda belgilangan nisbi yo'q demoqchi bo'lishim. Ammo ashabul furud va asabat olib qo'ygandan keyin qilib qolganini oldi. Babun Nabiy sallallohu alayhi vasallam hal yuraf. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam miras qoldiramdi. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبو هريرة كان أصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسموا ورثتي دينارا من المرس كلهم يعني مرس aldığım bolsa alaladığım dereceye tukallarım bir tıllamı bölüşüp miras almaydı. Yani fakat miras almaydı diyenge. Bir sınıf almaydı diyenge. Ma terektu ba'da nefakati nisai ve mu'uneti amili fehuve sadaka. Ben bütün bolçaklarımdan iddet nefakısıga atab koyup koygandan sırt ve amili diyen özünün malum bir hizmetçi malaylarını gösterişi mümkün. Ya ki ondan keyinki xalifini ko'rsatish mumkin. Shularning xirojatidan boshqa hissat bo'lib qolsa bu Alloh yo'lida sadaq qilinib ketadi degan. أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله عنهما يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة رضي الله عنها رسول الله وفتوغان شغدا عائشة باشقة أزواج مطهرات أدم يواتب حضرت أبو بكردن رسول الله دن قاغم مراسن تقسيم قاسلار أياللرغا دب شunu talep qilmoqchi bo'lgan chaqda Hazrat Aisha ularga alaysa qad qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la nuraf ma tarakna sadaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz miras qoldirmaymiz, bizning miras ilinmaydi, biz tashlab ketgan butun iqtisoddan mol-mulklar sadaqa bo'lib ketadi demaganmidda, sizlar uchun talab qilsizlar degan. Mushunda hadislarni Hazrat Abu Bakr keyincha Hazrat Fatima radhiyallohu anha miras talab qilgan chaqda shunday qilgan, Hazrat Ali va Ibn Abbos shundaroq mazmunda talab qilgan chaqda yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tasarrufidagi xumus mol mulkini bir taraf qilishni biz boshqursak degan chaqda shu hadisni dalil qilgan. Babu la yarithul muslimul kafir. Musulmon kafirdan miras olmaydi degan hadis to'g'risida. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. Müslüman kafirden miras alınmaydı. Çünkü ikisinin dini okşamaydı. Bazı rivayetlerde la yarithul muslimul kafir ve lel kafiru el muslime deb kelgan. Qala Muhammad rahimahullah bihada na'khud la yarithul muslimul kafir. Müslüman kafirden miras alınmaydı. Bunda bir xil icma bor, ittifoq bor bunda. Endi ve lel kafirul muslim, lekin kafir musulmondan alınmaydı deganda bunda ixtilof bor. Alanmaydı deganligida asosan 90% ulamoning qarashi shu. Wal kufru millatun wahida. Kufrlik qanday kufrlik bo'lsa ham biz bir millat deb ataymiz. Islom bir millat bo'ladi. Yatawarasuna bihi. Endi kafirlar hammasi bir millat bo'lgandan keyin o'zaro bir-biridan miras elisha oladi. Va in ixtilafat milaluhum. Ularning diyonatlari har xil bo'lsin. Yahudi Hristiyan Yahudidan oladi. يرث اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. بعض الفقهاء عند بردين دكسي أن بردين كنا لما يدود مثل يهودي خريستيان لما يدود وعكس هذا مش ابن أبي ليلى وشش بعض الفقهاء. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين وعلي زين العابدين علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب قال ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. Abu Talib Hazreti Ali'nin dadısı ölüp ketken çağda kabir ölüp ketken. Onun oğullardan Hazreti Ali Müslüman boğaçqa miras almagan. Hazreti Ja'far mı miras almagan. Fakat lan Aqil bilan Talib chiqqan ağam. Çünkü Aqil
Abu Talib o'lib ketgan chaqda kafirdi. Ikkinchi musulmon bo'lgan Hudaybiya zamonida. Talib bo'lsa, bu Abu Talib o'lgan chaqda kafirdi va kafir o'lib ketgan. Ondan keyin musulmon kafirdan miras oladi deydi. Aql Hazratlarininki aksi. Babu mirasil vala. Vala deganda biz azatgardilik huquqi, azat qilganlik imtiyozi dedik. Masalan bir xo'jayin qulni azat qilayotgan bo'lsa, bu xo'jayinning qulida ashqulni azat qilganlik imtiyozi bor. Bu azat qilishning bir xilamda bir hayot qilishdigandek bir ish. Xuddi dadisi bir farzandni topsa, bu dunyo ko'z ishiga bu sabab bo'lgandek, otaning hurmati shunda keldi-ku. Bu xo'jayinning bir xil hurmati buningga bir hayot qilishdigandek, ya'ni erkinlik yine bergandek bo'lgan ekan. Bunun qo'lda bir imtiyoz bor. Bu imtiyoz masalan jinoiy ishlarda yoki miras ishlarda o'tirib chiqdi. Masalan shu qul ikkinchi millionerlar pul topib, bundan keyin o'lib ketgan chog'da boshqa urug' tuqqanlar, odat qulning ko'pincha unda urug' tuqqanlar bo'lmaydi. O'lib ketsa, boshqa chiqqanda tuqqan yo'q. Bunun necha million pulni xo'jayini oldi. Chunki bu burun azat qilgan. Ya'ni o'sha azat qilganlik mushu huquqni boshqalar miras ola oladi. Mushu huquq qo'llangan kishi o'lib ketdi. O'lib ketgandan buning bolasi ya boshqa tuqqanlari shu huquqni miras ola oladi demoqchi. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أباه أخبره أن العاص بن هشام هلك. Yani halaka buyada 5-ydi bu. Yani Bedr gazotida kafir holatda musulmonlar o'ldi. Va taraka banina lahu 3. 3 o'g'ilni qo'yib ketdi. Ibnayni li ummin va rajulan li'illatin. 2 o'g'li bir ayoldan bo'libdi, bir o'g'li bir ayoldan bo'libdi. Undan keyin bu 2 ayol kundosh hozir. 2 kundosh ayolning 3 o'g'li bor ekan o'sha odamning. İkisi bir ayoldan, birisi bir ayoldan. Illa degan kundosh xotinni illa deymiz. Yani bir hadisda al-anbiya'u ikhwa. Abuhum wahid ve ummahatuhum shatta. Shuni abna illat dedi. Kundosh ayollarning bolalari, yani dadi bir, ana boshqa bir tuqqanlar degan ma'noda. Fahalaka ihda al-ibnayn alladayni huma lil-um. Bir anadan bo'lgan 2 tuqqan, 2 akuka, 2larning birisi o'lib ketdi dedi. Va taraka malan va mawali'a. Mal-mulk tashlab ketdi va azat qilingan qullarni tashlab ketdi. Yani buning qulda vala huquqi bor dedi. Azat qilgan qullarning azat qilganlik huquqi bor bu o'lganda. Shundan buni tashlab ketdi bu huquqni. Azat qilib bo'lgan. Yani o'sha odam hayot vaqtida qul azat qilib keyin o'lib ketdi. O'lib ketganki mush qul azat qilganlik imtiyozi hozir shu odamlikda buni o'g'li miras olmoqchi. Fawarithahu akhuhu. Buni shu ana va dadi bir tuqqan, qandash bir tuqqandan bundaymiz buni. Anisi va dadisi bir o'g'illarni, bir tuqqanni qandash, qarindosh. Bundan biz Uyg'urchani yaxshi bilmaganlikdan hozir qashil chiqdi. Qandash degani ba'zilar ana boshqa dadi birini deb tushunish mumkin. Qarindosh desa shaqiq, ya'ni anasi va dadisi bir bo'lishi mumkin. Fawaritahu akhuhu. Dadisi bir, anasi bir bo'lgan ekan, shu ikisi mirosini oldi. Akhuhu li ummihi va abihi. Dadisi bir, anasi bir bo'lgan, shu ikisi mirosini oldi. Va waritha malahu va wala'a mawalihi. Azat qilgan qullarning azat qilish huquqini mo, imtiyozini va qoldirgan mol-mulkini ham miras oldi. Summa halaka akhuhu. Shundan bu miras olgan o'z ukisimi o'lib ketib, hozir uni kim bor? Va taraka ibnahu va akhahu. Shu o'z ukisining, ya'ni mush kim o'lgan odam o'zining o'g'li qoldi. Kim o'lgan odamningki o'g'li qoldi hozir. Kim o'lgan o'zining o'g'li? Ya, kim o'lgan odamningki o'g'li qolib qoldi. Uning yo'q, binasi yo'q. Binasi yo'q. Hozir ukisi o'ldi, u ukisining bir bolasi bor ekan. Men aposi yoki anasi boshqa aposi bu. Kim mirisag'an ukisi. Axir shaqiq. Miris og'uchimi o'lib ketdi. Hozir 3 yut qoldi bular. Birisi boshqa anadan, ikkisi bir anadan. Ikkisi
İkisi bir andan boğanın birisi ölüp gitti ve birisi miras aldı. Bu ölüp gitti, bunun bir oğlu var. Şimdi başka andan boğan bunun bir tuqqani var. Oğluğa nispeten yat tuqqani bu tağısı oldu. Başka ölüp ketken vaqtida ana başka inisi özüne insan miras aldı ya da ana başka inisi alanmaydı. Çünkü bu derece tuan. Anda yakın emas. Yat anadan boğan. Va taraka etnama. İkinci qarindosh o'lib ketgandan keyin ikkinchi qarindoshning bir o'g'li bor. Ondan ana boshqa bir tuqqanidan birisi bor. Faqala ibnuhu, buning o'g'li qad ahraztu ma kana abi ahraza min al-mali wa wala' al-mawali. Dadam tugab ketgandan keyin men dadam qoldirib ketgan butun mol-mulkni va aksdan miras olgan azatgarlik huquqini men miras olmayman, chunki men o'g'li debdi. وقال أخوه أنه أنا بشكر تقنا ليس كله لك. هم سيسنا بلوكت ميدو إنما أحرزت المال ملكنا سمراس كروغانك ألدا. فأما ولاء الموالي لكن أزد كردلك امتياز وسا فلا أنا يسا من ألمع. أرأيت لو هلك أخي اليوم اتبقى أجر أشو أكم برنج أكم ديله tasab o'lib ketgan akam hozir hayot bo'lgan bo'lsa, hayot bo'lib o'lib ketgan bo'lsa, buni men olamda o'sha azalgarlik huquqni sen olamda men oldim, chunki men uning ukisi. Sen bo'lsang jiyani, sen jiraqroq. Fahtasamu ila Uthman ibn Affan radhiyallohu anhu faqada li akhihi bi wala'il mawali. Hozir buni qanday tushunamiz? Bu azalgarlikka bunda shaqiq insiklar o'g'li keldigan chaqda aslidagi o'lib ketishga qarab turib, bu o'lib ketishga inisi yaqin bo'lsa, jiyani qaragan inisi yaqin bo'lgan ekan, aslida kapilib g'atchi qaytib ketdi. Dastlab o'lib ketgandan dastlabdiki nimaga yaqinchilik darajasi qarar ekanmiz. Keyin o'lib ketgandan yaqinchilik darajasi emas. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ الولاء للأخ من الأب دون بني الأخ من الأب والأم. O ata-ana bir o'g'an, bir tuqqanning o'g'li bo'lsa, ya'ni bir tarafda ana boshqa bir qarindosh bo'lib qolsa, bu vala'il mavali azatgarlik huquqi ma'qusqa keladi. Ya'ni uqusqa qaytib ketadi. Va huwa qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina rahimahumullah. Agar o'shanki valadlar o'zining dadasidan bo'lgan bo'lsa, o'g'il va yana o'g'il olibdi o'chadi. Hozir bu aslidagi cho'ng aksiningda. Undan keyin asli qaytirib ekanmiz buni. Nima uchun desam-da, bu endi azatgarlik degan bir mol-mulkning qoldiq nishonasi bo'lsa-mu, lekin bu mol-mulk emas. Molning hukmini olmaydi. Undan keyin molning hukmini olmagan ekan, buningda belgilangan u nisiba bo'yicha taqsim qilinmaydi. Ya'ni odat normal miras qoida bo'yicha taqsim qilmaymiz. Undan keyin buni asabiylik darajasi bilan taqsim qilamiz. Asabiylik darajasi bilan taqsim qilsak, bu vala huquqi bosh kim desa, cho'ng aka deydi. Endi keyin ikkinchi inisga yo'tkalgan bo'lsa-mu, yana bu o'lib ketgan asha qaytirib turdik. Qaytirib ashuning valai desak, buni shunda qarasak hozir bu yerda uning ukisi bor, bu yerda bir jiyani bor. Undan keyin mush asabiylik darajasi kimning yaqin? Ukisining yaqin. Undan ukisi bilan bir o'timiz deydi. Çünkü bu hozir bu odamda miras ilish asli azat qilgan kishiga kim asaba tarafda yaqin desa, shuni qaraymiz biz. Undan keyin bu unda mayan kap bo'lib, g'atdi mayan qaytib ketadi deydi. Kisi tava bo'lib ketmaydi-da bizga shu. Yo'q, tava bo'lib ketmaydi. Mol-mulk bo'lmasa olmaydi. Mol-mulk bo'lsa tava bo'lib ketdi. U miras oldi, uning mulki bo'lib ketdi. U haqga beribsa, qanday qilsa o'zining ixtiyori ma'qul, hech kim bermay shuni saqlab o'lib ketgan bo'lsa, uning miras qo'rlari oldi. Muşuşlu balıktan bulmayı, işittiği bir kendiniz bürgüler, mayanın bürgüler ayrılıyor. Şu oğlanlığı tam bulgan mesele yok. Bu şu oğlanın ayrı mülkü var. Onun şu oğlanın dadısıyla münasebeti yok bunun. Şu oğlanın birisi kul azat kılıp ölüp ketken. O kul azatman aşı dadısıyla mı? Yok. Bunu hem de kahvedin birini damlap aldırma, oturup uyulsak anladın bol. Bu hem de müştah mirasınınki jins geliri. قال محمد رحمه الله أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان. أبان حضرت عثمان أغلى والدته مدينة والدته
فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث من بني الحرث حارث من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت وإبراهيم بن كليب من أيال ألب كته وأيال جهينة قبل استنته لكن إيرة باش قبل استنته خزرجته فماتت فوارثها ابنها وزوجها ولكن كان İbrahim bilan uning o'g'li, ya'ni eri bilan o'g'li miras oldi ayoldan. Va tarakat malan va mavali. Bu ayol mol-mulk qo'yib ketgan, qulni ozod qilish huquqini qo'yib ketgan. Mavali degan ozodgarda degan ma'noda. Mu'taqin, ozod qilinib ketgan qullarni tashlab ketgan. Undan bu ayolning qo'lida ozodgardilik huquqi bor edi. Summa mata ibnuha. Undan keyin ayol o'lib ketgandan keyin o'g'li va eri miras oldi. Undan keyin o'g'li to'yib ketdi. Faqala warathatuhu, shundan bu o'g'lining mirasxo'rlari lana va la'ul mawali. Ozodgarlik huquqini biz miras olamiz debdi. Hozir bu ozodgarlik huquqi shu o'g'liga kelgan. Kelgandan keyin bu o'g'li o'lib ketdi. O'g'li o'lib ketsa bu o'g'ilning mirasxo'rlari. O'g'ilning o'g'li bo'lishi mumkin yoki o'g'ilning yutuqqanlari. Faqala warathatuhu lana va la'ul mawali. Ozodgarlik imtiyozini biz miras olamiz debdi. Va qad kana ibnuha ahrazahu. Ayol o'lib ketgan chaqda u imtiyozni o'g'li miras olibdi ekan. Qal al-Juhaniyun, Juhayna qabilasida bo'lgan ayolning tuqqanlari hamda bular debdi laysa kadalik, yaqinda emas. Ayol taraf tuqqanlar. Shu ayolninki aksi, dadisi, shuni tuqqanlar. Laysa kadalik, innama hum mawali sahibatina. U bizning qabiladan chiqqan, shu tuqqanimiz bo'lgan shu ayolninki ozodgardilari avo. Azat qilgan qullar. Uni kim azat qilgan? Bizning uydan chiqqan shu ayol, bizning tuqqanimiz ayol azat qilgan buni. Fa idza mata waladuha, bu ayol o'lib ketgan chaqda o'g'li qolib qolgan. O'g'li o'lib ketib qolsa, o'g'lining mirasxo'ri emas, bizga qaytadi. Falana wala'uhum wa nahnu narithuhum. Faqada Aban ibn Uthman lil Juhaniyina bi wala'il mawali. Yana bu bayatdan shukur qilmasildak da o'g'liga gap qilib, o'g'lining mirasxo'ri bo'lmay, achchida shu ayolninki eng yaqin asabi tuqqani qaytib ketdi. Bu yerda yo'ldish olmasa mirasini mal bilmay oldi. Lekin valadagi shu Juhaniya yo'ldish ozodgarlik huquqini o'g'li olibdi ekan. Chunki o'g'lim mirasxo'r, u dadisidan o'g'li chiqaladi. Dadisi masalan to'rtdan birini oldi. O'g'li balki qolgan hammani supurib olgan bo'lishi mumkin. Undan keyin bu ozodgarlik huquqini o'g'li olibdi ekan. Qala Muhammad rahimahulloh bihada aydan naqud idan qarada waladuha dhukur ash ayolning o'g'illari tugab ketsa raja'al wala'u wa mirathu man mata ba'da zalik min mawaliha ila asabatiha. Ozodgarlik huquqi shu dastlabki qul ozod qilgan ayolning tuqqanlari qaytadi. Asaba degan tuqqanlari. Ya dadisi yoki aksi tarafdan jiyan emas. Endi vala huquq qaytdi degan gap, ayol ozod qilgan qullardan birasi o'lib ketib qolsa, shu qullarning mirasi shu asabasiga qaytadi deymiz. Va huwa qawl Abi Hanifa wal ammati min fuqaha'ina. ayol o'lgan o'g'ilmay yo'ldishi bo'lgan bo'lsa, ozodgarlik huquqini shu bizning qonunlarga solib eri olgan bo'lsa-mu, yana eri o'lib ketib qolsa, erining boshqa bolalari unda tuqqanlar emas, asli ashuniga azod qilgan ayolninki asabasiga qaytadi. Mana bu masalan, u ayol o'lib ketdi, faqat o'g'li yo'q ekan. U chaqda mamlakatda yerga erikdi-ku. Ana shu chaqdagi mavalilikda yana yo'lishtirganda yana shu ayolniki asli qolgan. Bu ahvolda asabasiga tegdi uchun bu yerimni oldimi? Yerimni olsa, qolgan yerimni asabasi oldi. Asaba yani ashabul fard yerdan qolib qolganini supurib oldi bular. Asaba oldan bo'lgan valani asabasi oldi.
Akhbarana Malikun, akhbarani mukhbirun. Endi akhbarani mukhbirda bu ismini atamidi. Ulamolarning deyishicha ismini atamaganligi va aslida buni Akrima Mavla Ibn Abbas. Ibn Abbasning azatkarisi va shogirdi. Mesela Ataga o'xshash, Tavusga o'xshash bu Ibn Abbasning shogirdi. Bu Akrima haqida Said ibn Musayyab sal yomon gap qilgan bo'lg'achqa, shu ismini atamaylam bir aylan silapadi bilan deb aytgan. Amaliyotda Akrimaninki unda rivoyat emasda ishonchsiz bunda ahvol yo'q. Said ibn Musayyab unda bir ma'lum bir so'z tufaylidan qarashi yaxshi bo'lmagan. Navbatda o'sha Imom Malik maqsad qildi Akrimaning ismini atamamışadi. Said ibn Musayyab annahu su'ila an 'abdin lahu waladun min imra'atin hurratin. Bir qul ekan, qulning hur bir ayoldan balasi ekan. Yani bu ayol hur, shunami? Bu ayolning o'g'limi hur bo'ladi albatta. Ayol hur bo'lgan ekan, chunki bala ota-onasining eng afzaliga tava bo'lib ketdi. Shuning masalan, qaysi musulmon bo'lsa shuningga tava bo'ldi. Ma hur bo'lgan ekan, hurga tava bo'lib ketib, o'g'limi hur bo'ldi deymiz. Demak, bu qulninki hur ayoldan balasi bor. Buni qanday tasavvur qilmaysiz? Masalan, bu qulga masalan xo'jayini bir ayol olib turibdi. Yoki bu ikkisi qulkan turiblam ayolni azat qilyapsa, bu ayolni shu qul erim bilan yashayman debdi. Keyin bu ayolning balasi bo'libdi. Masalan, madam lahu waladun desak nima bo'ldi? Bir bola degan bo'ldi. Lekin wuldun desak bu bir necha farzand. O'chada ko'plikni ko'rsatdi. Wuldun. Liman walauhum degan qaraganda shu wuldun. Shu bolalarning azatkardilik huquqi kimda bo'ldi? Balam hur. Lekin bola hur. Nima uchun hur bo'lmiş bola? Shu ayolni xo'jayini azat qilganlik uchun. Undan keyin bu bolalarning azat qilganlik huquqi shu xo'jayinda bo'ldi. Anasining xo'jayinda. Ma'da liman walauhum, ya'ni shu bolalarni azat qilish. Endi u bolalarni masalan ayrim azat qildim deb demagan bo'lsin ekan. Anasini azat qildi, bu bolalar anasi tavallud bilan azat bo'lib ketdi. Keyin topgan chaqda avtomatik azat bo'lib ketdi desak, endi bu aniq masalan azat qildim degan bir xo'jayin bo'lmagan ekan, kimga tavallud bu azatkarga huquqi desa, qala in mata abuhum wa huwa abdun lam yu'taq. Dadisi qul holatda o'lib ketib qolsa, azat qilmay, favlahum limawali ummihim. O'chada shu bolalarningki azatkarlik huquqi onasini azat qilgan xo'jayinning qo'lida bo'ldi. Nonga mush bolalarimiz keyincha millionerlar pul tepib o'lib ketib qolsa, bu yildan boshqa tuqqan bo'lmasa, buning butun mirosi shu onasini azat qilgan xo'jayinga keldi. Anasi bo'lsa anasiga loyiq keldi. Tegdi. Lekin hech bo'lmasa sen ish qilgan tegishing mumkin. Ammo urib qoldir bo'lmasa hamma oldi. قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ وإن أعتق أبوهم قبل أن يموت أمد جقردا أزاد قلماي ölüp geçse dediyse aynı buldu da أمد mağanda bir azad kılınıp basşo cerra velâehum fasara velâuhum limevâli ebihim ve huve kavl Ebi Hanifete vel âmmeti minel fuqâh. Eğer bu da azad bulap hörülüp gitip onunki ölgen bolsa bu çağda bu balla anısqa mansub bo'lashda tavalashda anısı hörüganlıqdan tavalıp ketken aslında tavalıptı. Lekin shunda anısı yuqori tuğan bu muğaçdı hörülüp qalsa bu balla dadisi tava oldu de. Dadisi tava olgandan dadisi ölgenden keyin bunun azatkarligi dadisininki azat qiluvchisi bo'ldi. Jarra vala degan shu valani dadisi ma'no tasdiq qildi, so'rab ketdi degan ma'no. Balalar mana shu ma'nolarga huquqiy dadisini azat qilgan xo'jayinga. Ammo ayolning kuchaydi. Ayolning shu ayolni azat qilgan. Ayolning shu ayolni azat qilgan xo'jayini bo'ldi. De hozir ham balini birisi sen azat deb unda demadi. Faqat bir ayolni azat qilibdi, keyin uning bolalari o'lib qoldi. Bu balaning dadisi qildi. Sonra biz ana taraf sal
üstün hazır, erkin, hür bilen boğanlık deb. Balaların menfaatini gözlep, balan qaysi tarafda olsa, yaxshi bo'lgan bo'lsa, shuning uchun shu tarafga tortamiz. Andigan g'achida anavi tarafga tortib tursak, bu dadim g'achida azat qilinib ketdi. Bunun hech qanday nimada o'zlik bo'lmadi. So'ngan asli qoida bo'yicha dadim tava olgan o'tib ketdi bu. Dadim tava desak, bunun dadim azatgardilikdimisi. Xo'jayin bo'lgan ekan, bu balalarning azatgardiligi dadisining xo'jayini bo'ldi dedi. Babu mirasul hamil. Hamil degani hamlani ko'targanini bildirdi. Ya'ni bu masalan ya hijrat qilib, yoki shunda asirga tushib qolgan, kafirlar diyardan kelgan ayında kişiler. Bu onda bir ayol qo'lda bir kichik bolani ko'tarib keldi. Ya bir qiz bola kichik bolani ko'tarib keldi, ukam dedi. Yoki balam dedi. Yoki akif kichik keldi, biz mamning tag'am dedi, biz jiyanim dedi, akam dedi, ukam dedi. Shunda kelib qolgan bolalar. Bu hamda ko'tarib kelgan kishiga tuqqanlik isbotlanib, biri o'lsa, biri miras biramdo degan. أخبرنا مالك أخبرنا بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب قال أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. أجملادن يا إقرار يا كبر إثبات بلان بون تقلق إثبات لنسا بربريا ميراث بريشك أنمغان. Allah'ım Araplarning arasida tug'ilgan bo'lsa, ya'ni shu musulmonlar tug'ilgan bo'lsa, musulmonlar tug'ilganiga isbot guvochani ko'rsatib degandek nima bor emasmi? Lekin shuni ishonamiz, lekin isbot bo'lmasa, iqror bo'lmasa, keyin orliqda biz yurtdan birga chiqqan mana balamni deb qilam, otasi mirosni abolis qildigan. Ya uning miros olgan bunday ish. Faqat Alloh mashunda nima qilgan taqdirda, go'ngjan rinjan qilgan taqdirda andin ishonamiz. Hujjat bo'lsa, hujjat bo'lmasa ishonmaymiz. Şu adamlar ikamet alsak, atlı balık ispadına kapırıldın, tasdil ekerlerini deydi. Eğer o olmasa bu işlenmeydi. Peki Mısır tuğulğunu olsun. Evet, mühim de gel. İmtihat kamalı getirip ekegen olsa işlenmeydi. Mesela işlenmeydi. Çünkü o başka bir balını, başka birisinin balısına oğulapla getirip gidip imtihat kamalı olsun ki. Kimite şu ispatlayan nasılsınız? قال محمد رحمه الله وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي yusba أو تسبى معه امرأة. Bir ayol bilan billah o'lja ilingan, shu ayolning qushqidi bo'lsin, imtivatgan bo'lsin, shunda buvaq, alhamil degan bizni ko'tarib akagan bola deyli. Buning miras berilmaydi. Fataqulu huwa waladi. Masalan, u ayol bolani ko'tarib kelgan mening bolam shu deb turgan bo'lsa, aw taqula huwa akhi, yoki mening ukam deb turibdi. Aw yaqula hiya ukhti, yoki bola kichik bola bu mening acham deb turibdi. Unda gap qiladigan bo'lsa 5 yoshli, 6 yoshli bola. Wala nasaba min al-ansabi yurathu illa bi bayna. Agar isbotlab qolsa, biz nasab babulni o'tirda deb miras birimiz bir-biriga. Lekin faqat da'vogan bo'lsa, isbotsiz da'vogan bo'lsa, bunga ishonmaymiz. İlla al-valid. Nishondan bir istisno qilingan bir ahvol bor. Illa al-validu wal waladu. O'g'lilan dada ikkilan bunda mening dadam, ma'u mening balam degan ahvol bo'lsa, fa innahu idza da'a al-validu annahu ibnahu wa saddaqahu. Dada mushu mening o'g'lim deb turibdi. Balamo mening dadam rasmi shu degan bo'lsa, mushu ahvolda ham o'g'li va dadasi degan masalani ikkilanning so'zida isbotlaymiz. Fa huwa aba. Undan keyin biz dadasi deb e'tirof qilib, dadasi o'lsa, o'g'li miras oldi, o'g'li o'lib ketsa, dadasi miras oldi. Wala yuhtaju fi hada ila bayna. Mush dadasi va o'g'li degan mush masaladalar isbot talab qilmaymiz. Bundan boshqalarida isbot talab qilmaymiz. Illa yakuna al-waladu abdan. Bundan yana bir istisno qilingan ahvol bor. U bo'lsa, shu bola qul bo'lgan bo'lsa, bola qul, lekin dadi degan kishi qul emas ekan. Fayukadibu mavlahu bidalik. Balaninki xo'jayini bu mening qulimni balam deb turib oldim. Sen balang emas bu deb uni yolg'onga chiqarsa, bu chaqda kimning gapi hisob? Xo'jayinning gapi hisob. Xo'jayinning gapi hisob. Fala yakunu ibnal abi. Nanki u bala dadi deb qaralgan kishining balasi bo'lmaydi. Madama abdan. U bala
pul holati bo'lgan ekan, ondan u xo'jayini bu bolasi deb e'tirof qilmagan ekan, uning dadasi bo'lmaydi. Ya bu ikkilen chiqdi emasmi? Kafir diyardan ikkilen chiqdi. Ha birisi o'zi qisib chiqqan bo'libdi, birisi o'ljabdi. Bunda bir ahvol bo'lsa demakchi. Yoki dadasidan xo'jayini ozod qilib o'tib bo'libdi, bolasidan xo'jayini taqa ozod qilmoqdi. Val mar'atu idza da'at al-walad. Ayol kishi ash mening balamda deb turib oldi va shahidat imra'atun hurratun muslima ala annaha waladathu. Yani Müslüman ayoldan bilse bir ayol guvochi bo'lib, men guvoh mush ayolning bolasimi shu deb bersa, va huwa yusaddiquha, unda balamo rasm shu Müslüman ayolning degan gap hesab, mush ayolning anam deb bersa, va huwa hurr, unda ashu degan bola hur adam bo'lsa, fa huwa ibnuha. Bu chaqdan mushunda shartli yig'ilsa, unda anasi ekan deymiz. Va huwa qawlu Abi Hanifa wal 'ammati min fuqaha'ina. قال فضل الوصية بعض نسخlarda faslun al-vasiyya deb kelgan. Vasiyatning ahkamlari. Ana mirasning qilmanda vasiyat nimalari birlikildi fiqh kitoblarda. Akhbarana Malikun akhbarana Nafi'un an Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu 'indahu maktuba. Müslüman kişinin vasiyat qildigan bir narsasi bo'lib, mol mulki, vasiyat qilay deb o'ylaydigan bir narsa bo'lib, cho'qim bu vasiyatini qilib o'tib, ondan turishi lozim. Vasiyat qilmay 2-3 kun o'tkazsa bo'lmaydi. Qala Muhammad rahimahulloh bi hada na'khud hada hasanun jamilun. Normal ahvolda vasiyat qilib qo'yish bu mustahab ish, yaxshi ish. Lekin vojib emas. Lekin zahiri ulamalar vacip deb qaragan. Hani cumhur ulamalar mustahab dedi. Fakat lam bazı ahvallarda vacip bo'ladi. Masalan, bunun bermagan zakat to'lab qolsa, bolalarım men manchilning zakatini bermagan sizlar bir o'tasizlar deb yozib qo'ydi. Yoki falonidan olgan qarzim batdi, buni yondirolmay qolgan, buni yondiringlar deb vasiyat qilib qo'yishi vojib bo'ldi. Hajga baranmagan bo'lsa, farz hajga baranmagan, qodir turib baranmagan bo'lsa, bunu yazıp koyuşu vacip oldu. Ama normal ahvalda onda bir iş bulmasa vasiyat qilish hukmi mustahab. Babur raculi yusi 'inda mawtihi bi thuluthi malihi. O'lash oldida iqtisodning 3dan 1ni vasiyat qilib qo'ygan kishi to'g'risida. Akhbarana Malik haddathana Abdullah ibn Abi Bakr ibn Hazm anna abahu akhbarahu anna Amr ibn Sulaym az-Zuraqi akhbarahu annahu qila li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu إن هنا غلاما يفاعا من غسان. غسان قبيلستان يشكران ويتمكن بربلواري. يعني بلاغت كتبكن بربلوا. ياك بلاغت يتيد بقام بربلوا. ووارثه بالشام. بنو مرسخول لره شام دا. بهذا تقلر يوق. وله مال. بنو مال ملك با اقتصاد با. وليس هنا ميادا مرسخول لردن ادم يوق فقط لم بنو بر أهم مسنن قزبا. Bir nevri sanısı var idi. Fakal Ömer muruhu fal yusilaha. Aşınalar vasiyat qilsin. Belki hem de miras qo'llari bor ahvolda bu bir nevri sanısı miras alanmaydi. Shunaqa vasiyat qilib qo'ysin debdi. Miras qo'llarga vasiyat qilinmaydi, lekin qilinib qolsa qanday bo'ldi buni ixtilof bor. Vasiyat qilib qo'ysin debdi. Fa awsalaha bi malin yuqal lahu bir jushaman. Anda bir quduq ekan. Quduqmi burungi zamonlarda nurg'un iqtisodni qildi. Masalan 100 ming qo'yilgan anda quduqlar. Qala Amr ibn Sulaym fabi'tu zalika al-mal bi 30000 ba'da tak. Uzun vaqt o'tgandan keyin men ash quduqni Amr ibn Sulaym dedi. Men ash quduqni 30 ming tangaga sotgan edim. Aysa o'z vaqtida bo'lsa, balki 100 ming, 200 mingga erishim mumkin. Bu hamda hali bir taraqqiy qilib quduqlar olib ketgan vaqtlar. وابنة عمه التي أوصى لها أشو بلا وصيت قيغان نور سانس بوسا هي عمرو بن سليم. عمرو بن سليم أنسي كم وأنستن بأولو قلب أغلان دا 30 ming tanga setib qayzabdi. Tavsiylar qizi qanday bo'ldi? Yo'q, bu Amr ibn Sulaymning tavsiyasining qizi emas. O'lib ketgan bolaning tavsiyasining qizi. Yafa'an dedi-ku. Yafa' bolaning
Tağısının kızı bu. Yani o tağısının kızınınki oğlunun ismi miken Amr ibn Süleym. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أم يدا من دا تسقط سناش عن عامر بن سعد بن أبي وقاص دبلاب عن سعد بن أبي وقاص نمس وقاص تنكين عن سعد بن أبي وقاص çünkü bu Amir demedim agabnadır. Ca'ani diyenine Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu davet ediyor. Yani dadisler var kıldı Amir. Ca'ani yani Sa'd ibn Abi Waqqas dedi benim huzurumga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ama haccetul veda. Hicretin 10. yılı Resulullah haccetul veda kılgan çağda Mekke'de Yauduni min veca'ni iştedde bi. Men qat ağrıp etip kalgan çağda beni yoklap geldi. Fakultu ya Resulullah belaga bi minel veca'i ma tara. Kesleriminde ıgırlaşıp kettiğini özleri körep durupla ve ana du malen minel mal mülke nurgun mal mülküm ba ve la yerithuni illa ibnetulli. Fakat lan perizligilerden bir kız miras alırdı. Elbette asaba aldın ba lekin sehamın mukaddara aldığalladın fakat bir kızımlan ba. Efe atasaddaku bi thuluthey mali ondan ken man bütün iktisadımdan üçten ikisine sadık kılıtayım. Üçten biri kapkasın nurgun mal kılıdı 13 milyon. Kale la ya kale fe bişşat yerimini dese kale la kale fe bithuluth ondan üçten birine sadık kılıtayım. Thumma kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-thuluthu ve el-thuluthu kethir ev kebir. Ravi kethir dedim o Resulullah kebir dedim o şeklini kağa. Yani Sa'd ibn Abi Waqqas kaysın dedi isi diyor. Şu Amir dadısı aşçının kaysını gellikine tutanmagan. İnneke intedar inne köpünce aldım ta'lil için köpün. Çünkü üçten birini köp dedi. Ne için bu köp üçten birini olsan mail dediğin başkası mail demeyse inneke intedar varateke agniya sen miras kurlarını aşk kızını bay halat koyup ketkinden başkalardan kul tilep muhtaç alet koyup koymandan yaxşı. Hayrun min en tederahum aleten yetekeffefunan nas. Kef diyen alqan. Alqanını sözab tilgen alette ala muhtaç alette koyup koymandan yaxşı. Ve inneke lem tunfiqa nafaqatan tabtagi biha vejhallahi illa ujirte biha. Sen Allah'ın razılığını gözlep az olsun bir pul xeylerkense çokum savab verirse hatta ma tec'alu fi imratik fi dinki yani bir fi yazbam çiki fi birisi her bicar birincisi ikincisi egiz esma-ül hamsa fu diyen yapağı nahvda esma-ül hamsada bu gamma du fu fi imratik fi fem imratik diyen oldu hatta ki ayağlarının ağzıga sep koyduğun bir lokmağımı Allah razı olsun közlep sep koygan bolsan, yani şu lokmaga sen pul hajlap sirtdan non ilib, go'sht ilib, endi uyga ekegen bo'lgan ekan, shu uyingga hajligan yemek ichmakkimi sen savob olasan. Qala qultu ya Rasulullah. Yani bir yerda hozir nafaqa sen yani kinch yashab, bun Alloh yo'lida hajlisan, xuddi hozir masalan sadaqa qilayotgan bilan yana shunda yani o'sha savob erishsanmish. وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي سؤالات. Yani ben kesel olarak kaldım. Kesel sebebinden Mekke'de yetip kılıp, Mekke'de ölüp yetip kılıp, ondan emralarım, hemmesi, ben bilen billah hicret kıyalım, mesela Medine'ye gidip, Mekke'de kılıp kalsam, xuddi hicret kılıp bulap, hicretten düşman kılıp, yurtdan sığınıp ketip kelibagandek bo'lib qolamanmi? Chunki hijrat qilganlarning Makkadan Madinaga hijrat qilganlarning Makkaga qaytib kelishi cheklangan. Yenib kelib olsa bo'lmaydi. Yani shu Madinadagi islom davlatini kuchaytirib, esharavdib ching turishi lozim. Ular vatanga asta mahallamga sig'inib qoldim, ayadagi O'stanni sig'indim, Lag'man sig'inib qoldim, qachib ketib olsa bo'lmaydi. Shunda Misrga kelib masalan Lag'man sig'inib qoldilar, ketganlar bor. Ana shu ilm uchun qilingan hijrat desak masalan shuni.
وخلف بعض أصحابي من مش مكة وقت كلدم مثلا حجة الوداع için keldim Resulullah elhamdülillah. Lekin shunday og'ir bo'lgan o'lib ketsam, xuddamda men hijratimda yana o'lib, ana vatanim kelib bilan bu yerga yetib turib o'lib ketib qolsam, hijratim bekor bo'lib ketarmikin deb ansirayotgan. قال رسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة. Yani sen bir qilib keyinchandin yana Madinaga salomat berib, qanday bir yaxshi ish qilib qolsam, Allohning rozini ko'zlagan bo'lsam, cho'qim uning sababidan bir martaga erishsa, va la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun va yudarra bika akharun. Balki sen mishal qilib, keyinchi yana saqiyib Madinaga berib, undan keyin uzun umr ko'rish shu hayotingda nechadanga foyda yetkazib, nechadan ziyon urishi mumkin, ziyon sabab bo'lishi mumkin. Yani bu hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi hozir bir mo'jiza hisobida shu Sa'd ibn Abi Waqqasniki keyincha uzun umr ko'radiganligi va nurg'un kishilarga foyda ziyon yetkazishga sabab bo'lganligini xabar beryapti. Bu g'aybiy ish. Rastganda hamda Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas keyin saqaydi, undan keyin Madinaga keldi. İslam leşkerininki general oldu, Qadisiyada nurg'un shu g'azotning qo'mondonlik qilib, nurg'un kafirlar shu Hazrat Sa'dning qo'lida yashadi. Ondan nurg'un narsani g'animat oldi, nurg'un sadaqa qildi, jiddan yaxshilik qildi, nurg'un kishilar foydalandi. Bu bir mo'jiza. Va yudarra bika akharun. Allahumma, shunda deb Rasululloh duo qildi. Allahumma amdi Hemziz kullanma. Amda yundidin. Amdi degan yani tamamlab bergen, küçük ege qilib bergen li ashabi hijratahum. Sahabilerimninki hijratini hisob qilib bergen, tamamlab bergen, mukammal qilib bergen, yerim chala qilib qolmasin. Va la taruddahum ala aqabihim. Ularni yana olgan holat qilmagan, yandiratmagan, keyinga yandiratmagan. Yani hijratni tashlab Mekke'ye yeni kelib olgandek bir ish bo'lmasin. Lakinnal ba'isa Sa'd ibn Khawla. Bu endi Rasulullohning so'zi emas. Lakinnal ba'isa Sa'd ibn Khawla. Bu nima gap? Sa'd ibn Khawla Mekke'ga kelib, Mekke'da turib o'lib ketgan. O'lib ketgandan keyin Rasululloh ana duo qilib kelib, lekin Sa'd ibn Khawla mushata qildi degan ma'noda unda deb to'xtagan. Bechara Sa'd buni ishchata deb to'xtagandan keyin ondan oxirida ma'lum yaratilgan Sa'dning so'zi. Lekin ba'zi Sa'd ibn Khawla deb to'xtagandan keyin Rasululloh unda Sa'd ibn Abi Waqqas mush gapni nima uchun dedi deb o'g'li Amirga tushuntirib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Khawla Makkada o'lib ketgan bo'lg'achqa ish og'irtib, buni hijrat qabul qilmay qolarmi, hijrat bekor bo'lib ketarmi deb ish og'irtib bunda degan. Yarti degan ishorat qilinib turdi. Birisi o'lib ketsa marsiya o'qiymiz-ku. An mata bi Makka. Bu Makkada o'lib ketgan bo'lg'achqa. Qala Muhammad rahimahulloh, al-wasaya jaizatun fi thuluth mal al-mayyit ba'da qada'i dayni. O'lib ketgandan keyin biz oldidan yuzib tarab yerlikda qo'yamiz. Unda ilgari mumkin bo'lsa qarzini ado qilamiz. Agar unda ado qilmay yerlikda qo'yayotgan bo'lsa, keyin yerlikda qo'yib kelgandan keyin qarzlarni ado qilamiz. Bundan keyin ondan miros ishini qilishdan burun vasiyat qilganmi, qilmaganmi deb uni bir so'rab, vasiyat qilgan bo'lsa, ondan 3dan 1 doirasida uni ijro qilamiz. 3dan 1dan ortiq vasiyat qilish huquqi yo'q. Va laysa lahu an yusiya li akthara min thuluthi. Va in awsa bi akthara min thuluthihi, agar 3dan 1dan ortiq vasiyat qilgan bo'lsa, 2 uy bor ekan deydi. 2 uy bo'lgan bo'lsa, mana 100 ming qolgan. Bir uyni faloniga bir vasiyat qilayotgan bo'lsa, bu yerim mulk bo'ldi-ku, 3dan 1dan ortiq. Anga yo'q bo'lmaydi. Ammo uni 3dan 1ga loyiq qismini vasiyat qilib, 3dan 1dan oshqanni yana mirosxo'rlarga beramiz. Ammo hamda bu mirosxo'rlar yo'q, bu bizning haqqimizda turib olgan taqdirda, ammo ajazatul warathatu ba'da mavti. O'lib ketgan degan dadimiz bunday debdikan. 3dan 1dan oshqan bo'lsin, hisob o'sha. Biz rozi deyapsa, mayli, kuchga ega va vajaiz.
وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ إِجَازَتِهِمْ. Ular bir qatım caiz divitib bo'lgandan keyin ertasi kuni ochdi yo'q, biz shunga muddat etganmiz, mayl etganmiz, mayl demaymiz deb yana vasulmaydi. Va in raddu ya unmaymiz desa raja'a zalika ila thuluth. 3dan 1 doirasida kuchga ega, undan boshqa vasiyat ishlamaydi. Ne qaytadan mirasxo'rlarning qo'liga tushadigan bo'ldi. Ya hozir bu 3dan 1dan ortiqni vasiyat qilish jaizmi yoki makruhmi yo harammi, bu ayrim bir ixtilof bo'lmaslar. Lekin shunda qilgan taqdirda kuchga ega bo'lamdi, bu bir gap. Kuchga ega bo'lish masalasida hozir agar mirasxo'rlar ma'qul desa hisob degan keldi. Yani bir qatım sizlar rozi bo'lsa, biz rozi deb bo'lsa bo'ldi ketdi. O keyin uni yana olamaydi deydi. Endi yo'q biz rozi demay, rozi emas desa, in raddu yo'q biz rozi emas deb rad qilsa, raja'a dalga ila thuluthi. Lekin bu vasiyat qilgan narsa 3dan 1 doiraga tushadigan cheklik bo'lib qoldi. من أرتقم رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيزوا الورثة. لكن من لا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث. كشتم بردن أرتق وصية كل شيء كشكي يجيبون ما يجوز يعني كشكي يجمس يسبون ما يدو فقط لام أشولا كشكي يقيسا راز بوسا ولا كملا الورثة يجيزوا يعني كواو أشفاعل نك بدله كملا أشولا الورثة. Ölgücüne avlan qarzlarni beramda keperlab qo'ygandan qarzlarni Aldılar yüp taraf keperlab yerlikni qo'yamiz. Keperlashdan Ha şu yerlikni qo'yish chiqimlarini dastlab shuni chiqaramiz. Undan keyin qarzini ado qilamiz, undan keyin vasiyatini ado qilamiz, undan keyin merosi. Falan bana burası yani kız oğlanın okşaş aslında kısa şuna kullanıyor ya ki da mesela kalmış bir şey gelmesin. O inançsız. Onda manda bir ne bağımlı. Bayatımda degan gaplar 3dan 1 degan gaplar merosxo'rlardan boshqa yatlarga vasiyat qilsa bu bir gap. Endi shu merosxo'rlarning ishi ekan. Ma bolamga bizning meros ilishi bo'yicha u asun. Uningdan boshqa ma uyni vasiyat qildim. Buni vasiyat qilmasdan asun qolgan merosni kaga yerida bir bola sutila asun desa, buni ixtilof bo'lmas. Shu hadisda kelgan boshqa la vasiya li varis degan boshqa Ondan ayıqda bazı rivayetler illa mücizehel varitha degan bir nima bo'lg'achqa, onda o'limlar ixtiloflashgan. Ashadisi saydamdo illa mücizehel varitha istisnani umusaymo deb shundan onda ixtiloflashib qoldi. Bu boshqa masala. Vasiyat qoldirishning rasmanini qo'yib o'rgatganmiz, o vasiyat kuchli bo'lmadi. Yo'q, kuchli emas. Endi bu bolalarga masalan, ishki balamlam asonma birsi miras o'qimadan deb o'zi taqsim qilgan, mesela inavasi shariat qilib bo'lgan. Ashabul furuz bo'yicha oladi Qur'ondagi vasiyat bo'yicha. Miras qoldi. Ya shu bizdan bir odam o'lib ketsa, bu odam hayot bo'ldi ekan, miras gap yo'q. Chunki mirasga o'lganniki bo'lgan narsa. U odam hayot vaqtida shu qiz o'g'il tan oladi, yoki ma ishki balam oladi, ma balam miras vermayman, qanday hammasi baka. O'lib ketgandan keyin ma odam o'lib ketdi. Unda buni mirasxo'rlari kimlar? Buni qoldirib ketgan miras nima deb shuni bektirgan. Shu chog'da shariat degan yerda mirasxo'rlari, ma bolalari, qizlari, dadasi, onasi, eri, ayoli deb bunda bekitamiz. Shayx bo'lsa subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.